Mana shu 4 tipdagi qizlar bilan umuman do'stlashmang. Hozir sabablarini aytaman. Eng birinchi tipdagi qizlar bu meni dugonam yo'q deydigan qizlar. Ehtiyot bo'lamiz. Bekordan bekorga uni dugonasi yo'q emas. Nimagadir va do'stlashayotgan odam buni to'g'rilayman deb o'ylamang. Siz ham vaholanki omadsiz papitkasi bo'lasiz uni. Bu aniq. Ikkinchi tipdagi qizlar o'zini tenglashtiradigan qizlar. Ya'ni siz bilan raqobatlashmaydi. Qanaqadir problemangizni aytsangiz, srazu aytadi. Menda bundan ham yomoni bo'lgan, bilasanmi? Yigitim tashlab ketdi. Meni yigitim umuman vobshe yomon holda tashlab ketgan. Ertalab uyg'onganim ishlarim o'xshamadi. Seniki hech narsa emas. Menda ertalab uyg'onganimda undanda katta problemalar bo'lib ketdi deydi. Kerak emas bunaqa qizlar. Uchinchi tipdagi odamlar menga axir u yomonlik qilmagan-ku, nima qilibdi deydigan qizlar. Ya'ni sizga kimdir shu darajada yomonlik qilgan, lekin u bilan do'stlashadi. Bunaqa do'stlarni, dugonalarni, qizlarni chopish kerak bo'ldi. 4-tipdagi qizlar ikkiyuzlamachilar. Sizga doim yaxshi gapiradi. Opam, singlim, asalim, jonim deb gapiradi. Lekin mabodo o'sha stoldan tursangiz, bo'ldi, izingizdan g'iybat ketadi. O'zicha juda ham yaxshi, lekin ikkiyuzlamachi. Ehtiyot bo'lasizlar. Endi esa like bosib obuna bo'ling. Bu yog'i undanda qiziqroq bo'ladi.